farzandimiz mana shunday maktabda ta'lim olayotganidan xursandmiz. Barchangizga tashakkurlar bildiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, maktab jamoasi, aziz o'quvchilar. Mana bugun rus adabiyotining yorqin vakili, o'lmas asarlar muallifi, zabardast shoir Pushkin ijodiga bag'ishlangan juda bir chiroyli tadbirning guvohi bo'lib o'tiribmiz. Avvalambor maktab rahbariyatiga, jamoasiga, hurmatli ustozlarga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Har bir bola mana ko'zidan o'ch chaqnab o'tiribdi, juda chiroyli chiqishlar, o'yinlar. Mana endi ustozlarga o'xshaydi-da. Hozir o'tirib o'zim o'ylayapman, haqiqiy aktrisa ekanlar ustozlari, shunaqa rol ijro etdilar. Shu asarni ichiga o'sha Pushkinning hayotiga olib kirdilar har birimizni. Bu uchun alohida rahmat aytaman.